Obunachi realni bo'lsin mana. Yerdan tepaga mana nech chiqsa o'shanga olaverasizlar mana. Xudo xolasa 75 plus ekan-a bu. Bunisiga qo'yingchi. Mana. O'sha yungi yo'q holatda mana obunachilar. Xudo xolasa bu ham bu. Pashta hammasini bo'yi bir xilda ekan, mana qarang. Xudo xolasa obunachilar mana. Ikkinchi partiyaga ham mana qarang. Haqiqiy uzun bo'ladigan yaxshi narsalar ekan. Yuzlari ham shu oq yuz, dumba razriz obunachilar. Uchinchi partiyaga ham qarang. Quloqlarni o'sha uzun shalpon quloq ekan bular ham xudo xolasa. Quloqlaridan. Bu qarang jonivorlar. Bular ham o'sha o'ziga. Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimizda ashaddiy obunachilari. Qadrli obunachilar, xudo xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rasiz. O'sha siz izlagan, siz qidirgan qo'zi, qo'chqorlar, so'lovlar chiqadi kanalda xudo xolasa. Nurmuhammad Xormang. Assalomu alaykum obunachilar. Muzaffaraga kevoldingiz. Charchamang. Bugunga ma'noli 3-4 partiya qo'y chiqadi. Bugun xudo xolasa yaxshisi bo'ladi. Narxlar yengil bo'ladimi? Narx yengil bo'ladi. Elda 200 ming, 300 ming arzon. Xudo xolasa yengil qilib beraman deyaptilar obunachilar. 2026-yil 14-aprel. Haftani seshanba kuni obunachilar xudo xolasa videoni oxirigacha ko'raverasiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa narxlari ham yengil bo'ladi. Bu qarang sifatlarini hammasini ham dumbalar chotki chiroyli. O'sha ayri dumbadan ekan bular. Ha, ayri dumba. O'sha uzun shalpon quloq bo'ladiganlardan ekan. Nurmuhammad bu yerda nechta soni, nechta qo'chqori? 7 dona. 7 dona? 6 dona urg'ochisi bor, 1 dona qo'chqori bor. 6 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqori bor. Ha. Obunachilar buni qaranglar, sifatlarini. Sifatlariga, stoykalarga ahamiyat bering olyapti turib. O'sha sifatli narsa olsang, xudo xolasa qayda bo'lsa ham pul bo'ladi, xudo xolasa. Sifatiga bo'la. Bu qarang, jonivorlarni. Haydangchi. Xudo xolasa hammasi ham chiroyli ekan. Nurmuhammad bularni to'g'risi narxida-ta, narxini kelishtirib bersangiz obunachilar dangal ko'rib olishadi buni. Asli bizga obunachilar tortishmaydi. 1 so'daga olishadi buni. O'zi seleksiyaga nima ekan bular? Ha, seleksiya qilsang bo'lar ekan. Bitta qo'chqor bo'ladi. Bitta qo'chqor, 6 ta urg'ochi. Seleksiyaning akalarimizni tarqatib qo'yamiz. Nurmuhammad dangal gapiring bular narxini. Bularning narxi Muzaffaraga 4,5 milliondan. 4 milliondan qilib berasiz bularni obunachilarga. Narxi yengil bo'ladi dedingiz. Bo'ldi 100 mingdan o'tib beraman. 100 mingdan xayrini qilib berasiz. Xayrini qilib beraman. Keling, 4 milliondan ketaveradi. Nima qilaylik? Muzaffaraga. Bo'pti 4 million 100 mingdan. Muzaffaraga siz obunachilaringizga yana 100 mingdan o'tib berdim. 4 million 300 mingdan 4 ketaveradi. million 100 mingdan bering bo'ldi. Yo'q, Muzaffaraga to'g'ri kelmaydi. Bo'pti 4 million 200 ming so'mdan bo'ldi. Bor baraka. Yo'q, Muzaffaraga. Bo'ldi, barakasini bersin. Bo'ldi, like, kommentni bosishadi. Portlatashadi bugun. 4 million 200 mingdan. Portlatib yuborishadi bugun. Ketdi bir joyga. Tashkilotga dastlabkasi bor. 4 million 200 ming so'mdan. Ha, ketdi bor. Obunachilar, mana bularda olib tashlab qo'ying. O'sha dumbalar ham haqiqiy chiroyli kelishgan, sifatli narsa olaman degan obunachilar telefon qilaverasizlar mana. Xudo xolasa yaxshi yegan dumba razrezdislarmi? Hamma tomoni kelgan ekan. Qarang uzunliklarni, o'sha shalpon quloq. Xudo xolasa o'z pash to'qliga o'tib qolgan ekan obunachilar. Nurmuhammad buni yosh oilalari qanaqa so'ramoqda? 4 oy abag'ida Muzaffaraga. 4 oylik abag'ida qo'zlar, ha? Qarang jonivorlarni. Hammasi ham bir-biridan chiroyli obunachilar mana. Bitta oling, tashlab qo'ying, turgan puldan foyda yo'q obunachilar. Doim aytaman, olib tashlang. Xudo xolasa, hademay mash qo'zlar ham to'qliga o'tib qolibdi bashda. Bu qarang. 4 million 200 ming so'mdan dastlabkasi ichida olib tashlab qo'ying. Keyingi partiyaga o'tamiz biz. Sizlarni qarang obunachilar. Hammasiniki ham chiroyli ekan. Nurmuhammad bu yerda qo'chqormi, so'limmi bular? Buni soni 6 dona, hammasi urg'ochi. Soni 6 dona, hammasi urg'och, ha? Qarang. Haqiqiy qo'y qilishga asllikka arziydi obunachilar, olib tashlab qo'ying. Hali yosh bular, necha oylik atrofida? 4 oy abag'ida, plus minus. 4 oy abag'ida qo'zlar ekan, bu qarang. Hammasiniki ham o'sha sifati o'ziga yarasha chiroyli narsalar ekan. Obunachilar, olib tashlab qo'ying. Bu qarang, hammasiniki bir-biridan go'zal. Nurmuhammad obunachilarga to'g'risi buni narx qiziqda o'zi emas, narx qiziq. Narxini dangal yo'lida qilib bersangiz olishadi. Nech puldan qilib berasiz? Buni narxini Muzaffaraga Dangal gapiring. 300 mingdan qilib beraman. 4 million 300 mingdan. Ha. 4 millionni pastda bitiramizmi? Yo'q, Muzaffaraga o'zimizga ham to'g'ri kelmaydi-ku.
Bo'pti, 4 milliondan berishadi Nurmuhammad. Siz obunachilaringizga 4 million 200 mingdan ketaveradi bir joyga. Bexayr ish o'zi yo'q, to'g'risi 4 milliondan berasiz. Dangal. 4 million 200 dan berishsa yaxshi narsa. 4 milliondan berishadi, bo'ldi, bor aka. Ko'p tortishmaylik, to'g'risi. Bo'ldi, siz obunachilaringizga 4 million 100 mingdan ketaveradi. Menga qarang, mana shu sizdan olgan odam ozgina bahra olsa yaxshi bo'ladi, bering. Xursand bo'lib, barbar aka deng 4 milliondan pul sanashadi, bir yerga olishadi. Buni bitta olaman, ikkita olaman qilishmaydi. Obraslar bitta tortishadi. Bu yaxshi narsa. Bo'ldi, barbar aka, yengil bering 4 million so'mdan. Like kommentni bosishadi, barbar aka. Bugun bomba bo'ladi mana. Bu qarang, ustakilar, obunachilar, hammasi ham chiroyli. Olib tashlab qo'ying obunachilar. Xudo xolasa 4 million so'mdan bir joyga oling, hammasi urg'ochi. O'zimda qo'chqorim bor, qo'chqorni qo'shib olaman degan obunachilarga mana qarang. Hammasiniki ham zo'r ekan. Obunachilar shu ekrandan nomerga telefon qilaverasizlar. Keyingi partiyaga o'tamiz endi Nurmuhammad. Bu qarang janovorlar, hammasiniki chiroyli. Keyingi partiyada olib chiqinglar mana janovorlar. Ketda shu chiroyli narsalar ekan. Hammasi ham bir-biridan go'zal narsalar. Obunachilar olib, mana bularni ham tashlab qo'ying. Xudo xolasa dumbarali ham hamma yo'g'i kelgan chiroyli narsalar ekan. Nurmuhammad, bular qo'chqormi, sog'liqmi? Ya bular ham sog'liq shekilli. Bular ham sog'liq 5 dona. 5 dona urg'ochisidan so'raganlar. Obunachilar xudo xolasa narxlarni ham yengil qilib beraman dedilar. Bularni ham arzon narxda. Nurmuhammad, videoni cho'zmaylik. Hozir kechib qo'yadi birpasda, to'g'risida. Narxini dangal gapiring. Bulardanroq qilib gapiring. Tortib o'tmaydi obunachilar. Bittada olishadi bularni ham. Muzaffar aka, bundan oldingi partiya pulda berishardi 4 milliondan. 4 milliondan baland Nurmuhammad, bular 3,5 dan berishadi endi. Yo, Muzaffar aka. Bo'ldi, barbar aka 3,5 million so'mdan bering, yengil olib baraka topsin. 900 mingdan beraman siz obunachilar. Ne qilamiz? Nurmuhammad 3 million 600 mingdan berishadi. Bo'ldi. Yo, Muzaffar aka. Barbar aka. To'g'ri kelmaydi. Yengil bering, o'z olgan odam sizdan baraka topsin, Nurmuhammad. Baraka bo'ldi Nurmuhammad. Muzaffar aka, bu o'zi baland kelgan. Siz obunachilaringizga mayli 38 dan beraman. Bo'pti, o'rtada qilamiz. 3 million 700 mingdan berishadi, boshqa bir so'm qo'shmaydi. Barbar aka, dastlabkasini qilib berasiz ammo. Dastlabkasi meni bo'ynimga. Like, komment ulardan. Like kommentni portlatishadi, xudo xolasa. 3 million 700 mingdan ketdi bir joyga. Barbar aka, obunachilar 3 million 700 ming so'mdan olinglar, xudo xolasa. Baraka topasizlar obunachilar, bu qarang. Hammasini ham sifati zo'r. Lekin puli yengil, arzon. Olib tashlab qo'ying obunachilar, 3 million 700 ming so'mdan bir joyga dastlabkasi ichida qilib berishar ekan. Xudo xolasa, hammasi urg'ochi bular. Urg'ochi. Janovorlar. Keyin yana partiyalar yana bor-a? Ha, ketingi partiya yana bor. Bo'ldi. Obunachilar, uzunligini qarang, xudo xolasa, haqiqiy zo'rlaridan mashnaqasini so'raganmidingiz obunachilar? Xudo xolasa qo'zlar qarang. Nurmuhammad, bular tishlormagan hali. Qo'z devoribman. Hali qo'zi. Qo'z, ha? To'xli qo'ylar mana qarang. Janovorlar, haqiqiy uzun-uzun bo'ladigan narsalar ekan. Olib tashlab qo'ying obunachilar. Baramda qasd kelganda ulgurib qoling obunachilar. Xudo xolasa, qo'chqoringiz bo'lsa qo'shib qo'ysangiz, hadini qochib qoling. Oldinroq o'tgan Qirg'izistonda. Oldinroq o'tgan ha bular. Qo'ylar qarang, o'zi qayda kelgani o'zi bilinib turibdi. Obunachilar ko'rganda bilishadi buni Nurmuhammad. Buni yosh oyliklari qanaqa endi? 9-10 oylik. 9-10 oylik atrofida. Xudo xolasa hammasi ham yaxshi ekan. Ustakilarga e'tibor bering. Buni oyoqlarining uzunligini aytmaysin bularda obunachilar. Xudo xolasa o'sha shalfon qilib uzun-uzun buyuk qo'chqorni qo'shib qo'ysalar qochaveradi. Avgust sentyabrda. Bir dona qo'chqorlari bo'lsa, qo'shib olishda avgust sentyabrga tayyor. Obunachilar olib tashlab qo'yinglar buni. Qo'ylar xudo xolasa uzun-uzun bo'ladigan nasllikka arziydi xudo xolasa. Obunachilar mana uzoqda beryapman. Qo'ylar lekin haqiqatan katta uzun bo'ladigan. Nurmuhammad, buni tortishmaylik. Narxini nechdan qilib berasiz? Narxida ish. Bunga Muzaffar aka 5 million 800 mingdan bersin. 5 million 800 mingdan. Ha. Xayri qancha? Xayrini gapiring. Xayri 100 mingdan. Qancha? 5 million 700 mingdan siz obunachilaringizga. 100 mingdan bo'lsa so'rashmaydi Nurmuhammad. Bo'pti Muzaffar aka 5 million 600 mingdan siz obunachilaringizga. 5 million 300 mingdan berishadi Nurmuhammad. Yo, Muzaffar aka to'g'ri kelmaydi. Bo'pti 54 dan berishadi Nurmuhammad. Bo'ladimi? Yo, Muzaffar aka. Gapiring, dangal gapiring mana. Bitta. Bo'ldi, dastlabkani o'zlari qilib olishadi 5 million
500 mingdan siz obunachilaringizga. Ya nima deganingiz, obunachilar bo'ldi, hamma ham dastlabki qilib beryapti. Siz ham qilib berasiz, 5 million, 500 ming berishadi, dastlabkasi ichida ketadi. Bir joyga olishadi buni. Maydalab o'tirishmaydi. Bo'ldi, dastlabkasi ham meni bo'ynimga 5 million 500 mingdan ketdi bir joyga. Bor aka. Obunachilar olib tashlang buni ularni. Xudo xolasa, keyin aytasiz buni natijasini. Olib tashlab qo'ying, xudo xolasa, yaxshi bo'ladi buni natijalari keyin bilintiradi. Bu qarang, hammasi ham uzun-uzun bo'ladigan narsalar. Hamma hali dumbar tikka. Dumba razrezlardan tikka ekan. 5 million 500 mingni olib tashlab qo'ying. Ha deb ham kelavermaydi. Bunaqasi juda kam noyob narsa bo'lib qoldi obunachilar. Xudo xolasa. Buni bitta ikkitani bo'yini o'lchab qo'ymayapmiz, normalda realni bo'lsin. Bo'ldi, bo'yingga o'lchab beraman. Olib tashlab qo'ying. 5 million 500 mingdan bir joyga oling. Keyingi partiyaga o'tamiz endi. Ha. Obunachilar, qarang, stokalarga ahamiyat bering. Jonivorlarni qarang. Xudo xolasa bitta qo'chqor, bittasi sovliq ekan-a bular. Ha, biri qo'chqor, biri urg'ochi. Bu qarang. Haqiqiy chiroyli narsalar oling buni qarang. Yungilari yo'q holatda ekan. Bitta obunachilarning qo'ylari ekan. Obunachilar olib tashlab qo'ying buni qo'zlarni qarang. Hadema katta bo'lib qoladi bu qarang. Oyoq qo'llari uzun bo'ladigan narsalarga. Nurmuhammad, bularning narxini nech puldan qilib berasiz? Dangal gapiring. Narxi 8 millionga ketaveradi bir joyga. 8 millionga? 8 millionga baland Nurmuhammad. Yaxshi narx Muzaffar Yo, aka. tushib bering, bu oxirgi partiya bu. Bo'ldi, 200 ming tushib beraman, 100 mingdan. 100 mingdan 200 ming tushib berasiz. Ha. Bitta gapiraman. Buni obunachilar to'g'risi olishadi. 500 ming tushib berasiz. 7,5 million so'mga barbar aka bo'ldi, boshqa gapirmaysiz. Oxirgisiga. Like, kommentni bosishadi, aksiya narxda ketdi bir Xudo joyga. xolasa barbar aka. Bo'lsa siz obunachilaringizga bo'lsin. Obunachilar mana buni olib tashlab qo'yinglar. 7,5 million so'mga uylaringga dastlabkasi ichida bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa chiroyli narsalar. Bu qarang. Ikkalasini ham dumbasi chiroyli narsalar. Olib tashlab qo'ying, xudo xolasa. O'sha yenglarni ham olib sizlarga o'sha chiroyli qilib qo'yibdi mana. Ko'zni ko'rib turgan narsa bu. Ko'zlaring ko'rib turgan narsani olib olgansizlar. Ularga qarang, turishlarni. Xudo xolasa yaxshi narsa bo'ladi. Buni qarang. Qo'chqor shekilli. Qo'chqor, quloq ko'ring. Quladi qarang, jonivor. Haqiqiy zo'r ekan. Jonivor. Dumbalari-chi? Sovladi qarang. Voy joni, qo'chqorni qo'ygan shu yoqqa. Sirkasini qarang. Olib tashlanglar obunachilar, turgan puldan foyda yo'q. Xudo xolasa bular ha demay katta bo'ladi. Bularga yem berishingiz ham shart. O'zi o'tni yeb semiraveradi bular. Xolos tez katta bo'ladi. Obunachilar, videoni xato kamchiliklar bo'lsa, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin.